Ey adaş, bu yerda nima ish qilyapsan? Ay, bir yer uchun mushunchalik urib ketishning nima hojati? Boshqa ish qilsang bo'lmadimi? Aka aroqni. Nima bo'lg'ini shunchalik aroq ichsan? Sen mening ishimga aralashma. Nima qilishimni o'zim bilaman. Sana nima bo'ldi? Nimandaq menga to'ng tegisan? Tursun, senin ayolun bilan zaten ne münasibetin var? Nima? Tahir, men... Sen iflasını gören gözüm yok. Yok al! Gülnar bilan mening hech qanday munosabatim yo'q. Xudo oldida qasam qilsam qilib beray. Oygul degan qor yuz ikkimizga qor chapladi. Aygül o karı çapılsın. Mahaldagilar chu. Mahaldagilarning ko'zi ko'rma. Ey iflos! Tahir, meni qo'yib et. O numussiz! Tahir, mana! Apa, oshsizlar. Tahir, eshingizni ichib oling. Tahir, ishching-a? Tahir, eşiği çivin düştü. Onu işkil olmaydı. Apırıp töküvet. Qiladiganni qilib bo'lib, ko'zining yeshini oqqizayotganini qara. Men sana necha qatim dedim. Er kishi degan xotiniga tumurini tutqizib qo'ymaslik kerak deb, bo'lmasa bo'yniga minib oladi. Ko'nolarning chiroylikda vafo yo'q degani rost gapkan. Bu eskida chiroy bo'g'ini bilan vijdon yo'qkan. Bo'ldi qila, apa. Gulnar bilan Tursunning munosabati bor yo'qligini men cho'qim aniqlayman. Uni ayblayversang, bizning turmushimiz buzilmamdi. Hey, bir yumulapli xotining tarafga o'tib olding-a? Anangni mi o'ylab qo'yjimi? Meni nima qildiysa, apa? Elimiz sening gapingga kirib Tursun bilan azarlashib qoldim. Gulnarni haydab o'taymi ya? Men kesilimning dardini tortmanmi yo sizlarning xafalig'inglarni tortmanmi? Gulnar rost rasvochilik qilgan bo'lsa, men bu qarab turmayman-ku. Voy, o'ltirib ketibsiz-ku. Xiyolingizga yana kimlar kelyapti? Qig'iliqni qilib bo'lib, yana meningdan so'ramsan? Sening kasobatingdan Tahir bilan azarlashib qoldim. Gullarmi to'kmat kuchirdi. Bilamsan, Tahir men shunday ehtiyojli vaqtda senizi Endi ularning bo'siq-siq dasaydigan bo'lsangiz, siz bilan obdan bir hisoblashman. Gulnar o'zining chiroyiga bak ishnib ketib, ko'ranlab ketgan-da. Eri haraqkash bir zambil to'qilib yotdi. Og'zingni yum. Sening kundash degan qachonmi tuga? Xudo oldida qor yuzib ketsan. Mening Gulnar bilan hech qanday ishim yo'q. Agar at berib Gulnardan apu so'ramaydigan bo'lsang, meningda ko'gilg'ingni ko'rsan.
Nimandaq yig'laversiz? Gülnar. Gülnar. Bu yig'laverganimda bir ish olmaydi deyman. Öz vaqtida siz meni yaxshi ko'rib to'y qilgan edingiz. Amdilikda siz xalqning fitna-fasodlarga ishonib ketyapsiz. Opam menga ishonmay yomon ko'z bilan qarayotdi. O'ylab beqing Toyir, men ashundaq rasvochilikni qilamanmi? Test qurgan oilamizni buzamanmi? Opamga ishonmasin, siz menga ishonmamsiz. Toyir. Jinim Toyir, menga ishoning. Reşit ukam, turmadan sağ-salamat obda yenip çıktınızmı? Kelin, oturun. Sizning xizmat ishingizni qaytadan asli keltirishni o'ylashgan. Bugun berib uydagilaringiz bilan obdan bir ko'rishib keling, ha? Nomus qilmay qilayotgan gapingni qara. Undaq paskini xotin bilan-chu, o'zing o'y tutib o'tdi. Odam emas hayvon. Sen meni az bo'lsa qildingmi? Osman, aldırmaydı. Men senin üstünden çokum arz kılıman. Bu dünyada bağı kanunun bağlılığını unutup kalma. Hakkaniyet degen, aman hakkaniyet. Bildin mi? Üstünde çokum arz kılıman hayvan. Ukam, doktoruna... Мәлдікі қақларының ağzını itibar qilib bo'lmaydi Gülnar. Söz cho'chaqisi qilavermamdi. O'zingizga oq bo'lgandan keyin beshingizni ichingizga tiqib yuravermamsiz. Undaq deganingiz bilan Toyir menga ishonmayotdi. Opamni o'shmanlik bilan qarayotdi. Ular bo'yimdan ajrab ketishi bilan qo'ziliq qo'yning bo'g'ilib o'lib qolganligini, yana o'sak gaplarni bahona qilib menga oromchilik bermayotdi. Yuragimda alamga to'shib ketdi Soniya. Nima qilishimni zodi bilamadim. Egisi yo'q deb meni mushundaq bo'za qisib bo'lamdi. Toyir sizni shundaq yaxshi ko'ratdi-ku. Toyir bo'lsin sizni tushunishi, xalqlarning so'z cho'chaklariga ishonmasligi kerakdi. Er xalq degan ba'zida sarong bo'ladi-jumi, xalqning gapiga kirib bir chiroyli ayolga azar berginni. Toyirga shuncha yig'lab tushundirsammi, lamjim demay turibdi. Qaraganda opam uning beshini pek aylantirib ketayotgan o'xshaydi. Hazır her işkilisinin muamelesi menga yaxshi emas. Toyirni Urumchiga olib davoldiman deysiz. Mushunda qilib yursa, u yerga berib sizni ranjidami? Bilmayman Soniya. Balkim o'ngishilib qolar. Doktorxonada davolanadigan pulni tayyor qildinglarmi? Uydagi kala qo'ylarni sotdik, yana bir muncha odamlardan qarz oldik. Bu pullar yetamdi, yetmamdi, hozircha bilmayman. Gulnar! Gulnar! Gulnar, o'tganda to'sma-to's qilib sizlarning oiladan odam chiqmadi. Qoida bo'yicha 100 yen jarimani to'laysizlar. Toyirning kasal ekanligini bilasiz. Urumchiga davolat qilib boradiganga tayyorlik qilyapmiz. Uyda boshqa odam bo'lmasa, kim boradi? 60 yoshli opam boramdi. Buning bilan mening chatig'im yo'q. Bu degan tuzum. Pulni cho'qim to'laysizlar. Hechib haddidan eshib ketdi bu g'alcha. Uyingizning ahvolini bilib turib. Tursunning ayoliga mushi ish plas berib chiqimchilik qilibdi ekan. Opamga mushi yetkazibdi. Hammani keyin bildim. Yeyib turgan bilan ichida zar qaynaydigan, niyati intayin yomon ish plas bir nima ekan bu. Mening ustimda nimish so'z cho'chak taqtidig'ini hozirgacha bilamayapman. Bu Voy, Rashid, tutilish o'rnidan qaytib chiqdingizmi? Keling, o'tiring. Qiziq bir piyola choy damlab chiqay. Qani, o'tiring. Hey, to'xtag'ina. Men seni haydib etgan-ku. Nima deb kelding moyiga?
Vay yüzü kılın. Adem misin? Numuskıma yeni geldin mi? Yoklayamam. Menden o'tgan bo'lsa, meni kechiring Rashid. Ikki bolaning yuzini qilib bo'lsimi, yaxshilashib qolayli. Endi o ishlarni eg'zingizga olmagan bo'lsangiz chinim Hey, Rashid. hatırcam bol. Ben sen bilen öğüt tutmayman bildin mi? Ben sana dedim o yok ol degenke yok olmam sen. Yoklayamam. O'tinib qolay. Bolalarimizni o'zimiz boqayli. Bundan keyin undaq ishlarni yuz bermasligi va'da beray. Chinim Rashid. Vallahi yetim qilmayli. O'tinib qolay. Boptu. Ballarımın yüzüne kıp olsun mu bu ölsen kalsın. Bırak. Ben gidemem. Rashid, meni tashlab ketma. Rashid! Kim? Ben işkini içen. Kim? Aval işkini içen deyme. Yezi boshlig'imiz siz. Aa, Nima ishingiz botdi? aval işkini açmam siz. Kon otla kozgulup sizini izlep geldim. Beni karşılanmam siz. Chiqing! Siz bek yuzsiz odamkansiz. Meni bir muncha bola aqtiqib qo'yib, bu kecha deganini deb keldingiz. Men sizni deb oilamni vayron qildim. Chiqing! Siz beni yaxshi ko'rmamsiz. Siz de beni rad qilyaptamsiz. Chiqib keting! Aa, Siz yana meni aldamoqchimi? Meni yana mushundaq ishboslik majburlaydigan bo'lsangiz, ustingizdan arz qilaman. Yo'q qiling, chiqing! Bu resva qancok. Seni ikkinchi izlep keldigan bo'lsam. Tahir! 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 Ha. Nima deb kelding? Sizlarning etizlikdagi qo'noqlikqa bir skalasini qo'yib o'tgan o'xshaydi. Bir munchani nabot qilib yetibdi. Shuni deb qo'yay deb kelgan edim. Toza yaxshi vaqtda kelibsan. Sen Toyirning shundoq yaqin og'inisi turib, ashundaq rasvo ishni qildingmi? Hey, seningda vijdon degan narsa bormi? Undaq so'zlarga ishonmaslar Ayxon ona. U degan to'kmat. Ko'nilarning qo'sg'oning og'ir bo'lmasa tavuz ishni qo'qma degan gapi bor. Bir-birimiz bilan azorlashib nima qilamiz? Shamol chiqmasa daraxtlanishmaydi. Bir ish bo'lmasa bu gaplar chiqamdi. U degan to'kmat Ayxon ona. Xudo oldida yomon bo'ladi. Hey, to'la ko'zimga sat ko'rinmay, yo'qlar bu yerdan. Ayxon ona. Assalomu alaykum izi boshlig'i. Aa, Qanaqa ahvollar? Obdan turib o'tamlar. Ha, yaxshi. 2 kun bo'ldi. Hech ko'rishamadik o'zlari bilan. yeningizga ikki qitim odam evatsam kelaymi demaysiz ha? Yo'q, undaqa emas izi boshlig'i. 2 kundan beri bak aldirash bo'lib qoldim. Sizlarning eliq tog'dagi o'riq qo'ylarni sotadigan ish qanday bo'lib ketdi? Tog'dagi qo'ylar o'ruqlab o'lib qolib turibdi. Ha? Shunga setib tayil deyapmiz. Nəhayət yaxşı. Sizga gapning ochiqini qilay Sulayman. Mening navri inim qo'y bodab sotmoqchi ekandiq. Aşı mallarni mening navri inimga bergan bo'lsanglar. Bo'ladi izi boshlig'i. Sizlarga bermagan qo'yni kimga beramiz deylar? Anlasam bu qo'ylar bak o'riqkan. Shunday. Har birisiga 100 qo'yni hisoblaganda jami qancha qo'ydi? Bir 120 tuyoq. O'g'illik pulni akib berib, mallarni olib ketayli, ha? Bu izi boshlig'i bu Ne bo'ldi? Shunchalik ishqimi tishingiz patmasa, sizni qandaqmi atrat boshlig'i degil bo'lsin, ha? Xotin kishida g'idingchimay gapni putun qilmamsiz deyman. meningcha bo'lsa-ku bekor qilib berib etaman. Biroq ular mening orqamdan arz qilishdi. Azroq pul ketib baslar. Voy.
Muşu gaplar og'zingizdan qandoq chiqdi, ha? Sizga bu huquqni kim bergan? Meni to'g'ri tushansizlar, yuzboshlig'i. Men sizlarga umr bo'yi sodiq, yuzboshlig'i. Quruq gap. Siz men topshirgan ishning qaysini qilib baqdingiz, ha? Qachon meni rozi qilib baqdingiz? Men birdan bir shu kunlarni sizlarga to'g'rilab beramadim, yuzboshlig'i. Undan boshqa qaysi ishlarni qilamadim? Sulaymon, men bu yerga ata-aytan shu qo'ylarni olaman deb kelgandim. Mening shunchilikmi yuzim yo'qmi? Bo'ldi. Olmoqdimi? Yuzboshlig'i, xapomizlar. Bo'ldi, men sizlar deganga beray. Bo'ldi. Nerib turing, ha? Yuzboshlig'i, xapomizlar. Men sizni bundoq gap qilar deb o'ylamoqdiganman. Ma'qul desizlar, yuzboshlig'i. Xapomizlar, chiroyli qiz-cho'kalarni chaqirib, toza, fayzi bir o'ltirishni o'rinlashtirib beray. O'zdirmi, ayol kishini seqinib qolganlar axshan, ha? Shusizlar. Shunaqa qilaylik. Shusizlar. Tursun, keling choy ichimiz. Tursun, xafa olmang. Sizni bekorni ayblabdiman. Qarab turib Gulnarg'im tuhmat chaplabdiman. Gulnar aslida men o'ylagandek qiz emaskan. Hamma xafalig'ini tergan oshu Sulaymon degan g'olchikan emasmi? Siz tushungan bo'lsangiz bo'ldi-ku. Aygul, Gulnardan apu so'rdingizmi? Men Gulnarga yuz kelmayman. Aslida men Sulaymon degan hilgarning damog'i tushib ketibdiman emasmi? Tursun, men atil berib Gulnardan apu so'ray, ma'qulmi? Qani choy iching. Oy, Aygül balam öy kirmeyli menipsiz-gu. Ayxon ana, men Gulnardan apu so'ray deb kelib edim. Nimege? Ayxon ana, men Sulaymonning gapiga kirib, Gulnarning diliga azor beribdiman. Shunga bu qilgan ishimga meni kechirvasizlar ana. Gulnarg'imi apu so'rab kelganini deb qo'ygan bo'lsalar. Xo'sh, men mangay. Yuzboshlig'i, unchalar xafa ketmaslar. Yuzboshliq Barat degan u g'alcha silini hech nima qilolmaydi. Silining degan noyda oq teraklar bor tursa. Oq terigim bo'lgan bilan ish haqning og'ziga chiqib qopti emasmi? Hamma ishni buzdingiz. Menga nima amal yuzboshlig'i? Dehqon haq jim turg'ini bilan mungizi ishdik emasmi? U qo'ylarni boshqa birisiga sotdiq desingizlar bo'lmadimi? Nima deb mening chavim chiqdi deysiz? Yuzboshlig'i, mening gapimni bir anglab boqmamsiz. Menda hech qanday gunoh yo'q. Dehqonlar yuqoriga arz qildi emasmi? Abdunum rayondan kelgan xizmat atirti bilan ma'u noylik inson tekshirishkilar meningdan bek surishtirib ketyapti. Men ularga qandoqmi yolg'on so'zlayman. Xotirjam bo'slar yuzboshlig'i. Dehqonlarning bundaq arz qilishi necha qitim bo'lgan-ku? Naqibi, shunchalik ishni muqamlashtiramaganni. Yuzboshlig'i, bu ishmi o'tib ketdi. Uchimizni ravrs oladigan paytmi yetib ketdi. Bu ishga unchalar achchiqlab yurmay. Jusslar, yuzboshlig'i, biz Jusslar, bir ish qiziqdan kavob yeymiz. Bo'ldi. Mening ishim bor. Jusslar, kavob yemay bo'lamdi. Jusslar. Kasli. Kavob justam. Bir 30 ziq basla. Mana hozir. Qani, oltasla. Qani, oltasla. Maysiz yerdan basla. Bizning ma'u yuzboshlig'imizga may ziyon qiladi. Bo'ladi. Hayır! Hey, Tahir. Arun to'xtat. O'rimchiga davolanib qilmagan odam nima uchun menga xabar qilib qo'ymaysan?
Мен Sana hazır tazı pul lazım buluvatıdı. Az olsun mu? Ma 500 yen neyden kısap koy. Yo'q, bu Öydeki kişilerinden hatırcan boğan. Cüre, ben seni uzutup koyay. Tursun. Men xalqning fitna fasadlariga ishinib, sening ko'nglingga azor berib qo'yibdiman. Meni kechirgin. Meni tushungan bo'lsanglar bo'ldi, adash. Biz yanil yaxshi do'stlardan. Tursun, rahmat sana. Gulnar, siz meni kechiruvding. Bununla keçiriş ketemdi. Bu mening chin ko'nglimdan chiqqan so'z. Men sizning ko'nglingizga azor berib qo'ydim. Meni kechiruvding. Çu. Çu. Hazır u yerga haqni ko'z tushib yetibdi. Fursatni chin tutchumi, adash. Haqni qo'liga tushib ketmasin, bika. Man bir oy ketganimga bu yezida haqiqatan jiq ishlar bo'lib ketibdi. Siz faqat to'g'ri qilmabsiz. Huquqni shunda qalayimqon ishlatishning qanday oqibat keltirib chiqardiganligini o'ylamadingizmi? Vang shuji o'g'ilishga minishdan burun nima degan? Uni unutib qoldingizmi? Yezi boshlig'i, sizlar xalqlarning undaq yolg'on yabadaq gaplarga ishonmisizlar. Bu yezida mening do'stimdan dushmanim ko'p. Men sizga kuyunib shundoq deyapman. O'zimizda masala bo'lsa cho'qim topshirishimiz kerak. Kishilarning inkosi noyiq yetib qolsa qanday qilasiz? Buni o'ylamadingizmi? Arz qilmamdi. Bu yalantoshlarning arz qilishidan men qo'rqib qolamdimi? Siz bundaq desangiz bo'lmaydi. Hozir partiyamiz poklik qurilishini ta'kidlayotdi. O'zimizda masala bo'lsa topshirishga tegishli bo'lganini topshirish kerak. Nima? Sizlar menga tahdid silyaptimlar? Qon ter to'kib bu yezini mo'shinchilik qilib qo'ygan menjumislar? Tunigan kelib nima cho'ng gap bu? Hukumat meni bu yeziga yezi boshlig'i deb taklif qildi. To'g'ri bo'lmagan ishlarni to'sash mening majburiyatim. Sizlarning nima ish qilayotganlari menga 5 qo'ldak ayon. Men nima ish qildim? Bu yezining xalqi uchun ishildim. Ishlabdimish. Sizlarning mening o'ramni ko'lab yurganlarini men bilmamdimi? Osman, to'la biljiramang. Qarisu yezi xalqining ko'zi ko'r, quliqi pang emas. Yana 2000 yuan pul topshiringlar, ikkinchi qatimliq operatsiyaga o'rinlashtiramiz. Oy, biz 4000 yuan zakalat puli topshirdik-ku. O pulni birinchi qatimliq operatsiyaga, tekshirishga va davolashga ishlatib bo'ldik. Tezdan operatsiya qilmasak, putini saqlab qolish tez. Tezroq bir amal qilasizlar. Davolash puli nimandaq qimmatdi? Gulnar, qaraganda biz bu operatsiyani qilolmaydigan o'xshaymiz. Biz mayli. Narsani yig'ishtiring, ha? Undaq qilmang, Tayir. Pulimiz qanday qilamiz? Yig'ishtiring. Undaq qilmang, undaq qilsangiz bo'lmaydi. Haras, Tayir, oltin jabtiqlarimni sotayli. Azroq bo'lsin pul bo'ladi. U degan men sizga epagan to'yliq tursa, u qancha pulga yaraydi? Operatsiya pulini 2000 yuan davasa, yana kelib boshqa xarajatlar bilan 5-6 ming yuanga boradi shu. Pulni nerdan topamiz? Chiqib tilamchilik qilamdiq. Tayir, öydimi doktorga ko'rinishga unumay jahillik qilib bir putingizdan ayrilib tasib qaldingiz. Endi davoltib saqaytayli desak kessingiz qanday bo'ladi? Pulni men bir amal qilay. Nerdan amal qilasiz? Ish qilib men bir amal qilaman, xotirjam bo'ling. Yeting. Qaynoq sakirib etay.
Ayxaça, Ha, qandaq ahvallari? Xudoga Tez shukr. turdimi? Obdan turyapman balam. Birər ölümgə mağan oxşamamla. Shundaq, Shirin bir tuqqunimiz tugab ketibdi-kan, shu yerga mangan edim. O'zingiz obdan turyapsiz balam. Uy ichi teshlik. Tayirdən xəbər barmı? Onundan xabar yo'q, jimiblik ketdi. Shu balamni to'la o'ylab uyda qo'ygan tutqunimni bilmaydigan bo'lib qoldim. Bek ansirab ketyapman. Hey. Gulnar Tayirni bozaq qilib, shu yerga tashlab qo'yib, bazar aylanib yurgitdi. Tayirga uval qilib. Men go mangıdğa vaqtida shundaq obdan nasihat qilib qo'ygan edim, undaqmi qilib ketmas. Hey. Sizlar toza o'tib ketgan bir sadiq xotunda. Ma'qul, men ketdim. Hürmetlik yezi başlığı. Yaxşı turvatamla. Sizlar mening bu xetimni topshirib olgan chaqlarda hayron bo'lishlari, hatto menga nafrat o'qishlarimi mumkin. Chunki men 2 oyning oldida sizlarni haqoratlagan Qumdin kentidagi Gulnar bo'laman. Yezi başlığı. Qismat degan shundaq rahimsiz bo'ladi ekan. Men Urumchiga kelgandan buyon yo'qsizlik va ocharchilikning dardini yetkichi tatdim. Pulning odam uchun suv va havodan bekrak muhim ekanligini tushunib yetdim. Tahirni davoltishga pul yetkazolmay necha qitim hayotdan umidimni uzdim. Biroq yana unda qilg'im kelmadi. 2 oyning oldida sizlar qanday qiyinchiligingiz bo'lsa, men hal qilib beraman degandilar. Şuna men sizlardan yordam so'rab bu xatni yozdim. Tuqqanlardan yordam so'ray desam, ularning ahvolimi yaxshi emas. Kentga xat yozsam hech qanday javob kelmadi. Men yezilik hukumatning bizni qutqizilishini so'rayman. Gulnar. Qandaqroq? Qale, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Operatsiyani o'sha oyning 17-kuni, ya'ni kelay haftaning 4-kuni qilamiz. Ideyangizda tayyorlik qilib qo'yasiz. Xotirjam bo'ling. Ma'qul hapsi. Rahmat. Obda araman, ha? Rahmat sizlarga, doktor. Әкәйген pulimiz tugab qolgan-tig'i. Operatsiyaga qaysi pulni topshirdingiz? Ha, sizga demabdiman. O'tir maktabda birga o'qigan bir savodishimdan ozroq pul qarz olgandim. Shu pulni topshirdim. Qaysi savodishingiz u? Bo'ldi, so'rab menga xotirjam kasalingizni davolasak bo'ldi-ku. Bugun sizga nima bo'ldi? Mendan bir ishni yoshirayotgandek qilasiz-ku. Hech ishni sizdan yoshirmadim. Assalomu alaykum ana. Tinchlikmi balam? Men uylarga izlab basam sizlar yo'qkanlar. Bu yoqqa sizlarni izlab mangan edim. Men uydagi paxlarni setib pul qilib kelay deb bozorga kirib ketgan edim. O paxlarni setib keldim. Balla kepqas pul kerak bo'ladi ekan. Tayirdan xabar bormi? Balam, ularmi yaqin arada qaytib keladi ekan. O'zingning ahvoli qandaqroq balam? Men izlab berib bir huzurxolik qo'yay degan edim. O'tganda bekodim bekosini ranjitib bir muncha tillab ketibdi men. Aygul kelib menga hammani dedi balam. Sen meningdan ranjimagin. Qayrganda odam shundaq bo'lib qoladi ekan. Tayir ishkinglar qatinas og'iniladin. Buningdan keyinmi shundaq qatinas bo'lib o'tinglar balam. Pat-pat kep turgan juma balam. Bo'ldi, bu ishlarni tilg'anmayli. Hammadan muhimi salomatlik. Ish kuchlar bo'lsa, menga xabar qilib qo'ysizlar. Ma'qul, men mangay. balam, ma'qul. Ya'ni kep turasan, ha? Xo'sh.
Ey Süleyman. Men bo'lganda buningga. Izi başlığı. Assalomu alaykum iz başlığı. Aleykümselam. Obdan turdunuz mu? Sizni qaysi shamol uchirib keldi? İz başlığı. Ben nait köp oylanıp ahiri meseleni paş qilish niyetik geldim. Yaxshi go. Mening o'tganda qilgan gaplarim ta'sir qilgan o'xshamamdi. Shundaq. Men Qumdon kent uchun bo'lsa-mu, ba'zi ahvollarni pash qilib, rahbarlikning qo'llashiga erishish niyetik keldim. Rost gapni qilsam, Osman Yezbaşlığı necha yildan buyon Qumdon kentini shulib quruq so'ngakka aylantirib qo'ydi. Huquqidan foydalanib Qumdonliklarni sarang topdi. Mana bu so'mkida Osman Yezbaşlığının kentimizdan ep ketgan va arzon ilib olgan narsalarning tizimligi, yana uni necha qitim nada mehmon qilganligimizning dalil isboti to'liq mushning ichida bor. Mana buni ko'rib beqing. Mushular shu. Men bu materiallarni ko'rib chiqqandan keyin intizom tekshirish guruhiga topshirib berma. So'raydigan, dalillashtiradigan ishlar bo'lsa sizni keyin chaqirtimiz. Men bu bir necha yildan beri xudimni uqmay Osman Yezbaşlığının çağan deb usul o'ynab ketibdiman. Men sizdan bir o'tinib qolay. Menga atadorchilik qilib bir qitim fursat bergan bo'lsangiz, men bundan keyin cho'qim sizga sodiq bo'lib, jafo mushaqqatga chidab ishlayman. Sizga hargiz yuz kelmaydigan ishni qilmayman. Cho'qim gapimda turman. Yaxshiligingizni hargiz unutmayman, Yezbaşlığı. Rost gapni qilsam siz to'g'riliqmi inkas bak ko'p. Hammani bir-birlab tekshiramiz. Yezbaşlığı men hech nima qilmagan tursam. Qumdonliklarning sizga fikri oz emas. Haqnoqqa chidildigan ba'zi ishlarda siz kent kadriga bo'lishga tegishli majburiyatni ado qilmadingiz. Yaqinlaringizga yon besib, yo'voshlarni bozak etdingiz. Kent mol-mulkini buzib ketishga yo'l qo'ydingiz. Bu ishlarning hammasi bizga inkas qilindi. Texi anglasam Tayir degan yigitga 20 oyani setib berib, uni yaga bir munch ishlatkizib, keyin boshqalarga ep beribsiz. Mushundaq o'z beshimchilik qilib, qarshi fikrda bo'lganlardan 3 ilishqa qandaqmi petindingiz? Bu ishlarning hammasi Osman Yezbaşlığının mecburlashi, buyrug'i bilan bo'lgan. Meni to'g'ri tushuning Yezbaşlığı. Menga uval bo'lmasin. Majburlasa qarshi tursangiz, inkas qilsangiz bo'lmamdi. Meningcha bu ishlarning hammasi Osman bilan munosabatli bo'lishi natayin. Siz endi barliq masalalarni uning ustiga ortib qo'ymoqchimi? Siz hozircha qaytib xizmatlarni yaxshi ishlab turing. Yezbaşlığı, men Bo'ldi, xo'sh. Assalomu alaykum Yezbaşlığı. Yaxshimisiz? Bu yoqqa qolibsizmi? Sizlar hech bir biz tarafga ya o'tmanglar. Shunga mening sizni ko'gim kelib alayda yo'qlab kelishim. Qumdonliklarning meni arz qilib qilmagan askiliklari qolmagan bo'lsa, u yerga nima deb bog'dekmi? Qumdonliklarning aqli gajikisiga chiqib qoldimi nima? Toza bir saroq hakina u. Ular arz qilgan bilan bizlar bog'o Yezbaşlığı. Biz sizni yana beshimiz qilib ko'tiramiz emasmi? Undaq ishlarga ochiq olmay, bugun bizning uyga bir basla toza bir o'yintib qo'yay. Anlasam rost. Gulnar degan cho'kamo yaqinda kelamish. Uninga sizlar pul uvatpaligu deyman. Sizlar yomon chaqda esqatgandan keyin, endi sizning gaplariga u g'ing qilmay ma'qul deydi. Bo'lmasa bir kuni men uni to'g'rilab beray bo'laman. Bo'ldi bu gapni qo'yayli. U pulni yo men ivatpamisam, yezliq hukumatdan ozroq yordam qildik shu. Og'izlarda undaq degan bilan ko'ngillardan chiqmaydi. Uninga kuyib qolgan do'stlar. Bo'ldi, bu chaqchiqingizni qo'ying. Ta'kidlab qo'ydigan bir ish hozir intizom tekshirishdan bek kuchab ketadi. Agar sizdan yezilik hukumat yoki intizom tekshirishdan ahvol egallab qolsa, siz hargizmi chandirib qo'ymang. Bu shamolmi o'tib ketadi. Keyin men sizni obdan rozi qilib olaman. Voy xotirjam bo'slar Yezbaşlığı. Ular sizning bir tal mo'ylargim cheqilanmaydi. Bu yezda sizlar yana maydlarni ko'tarib, qarg'aydek tik turib ishlaylar. Biz sizni qo'llaymiz Yezbaşlığı. Qo'llaymiz. Ma'qul. Keyin ko'rishaylik. Ma'qul emsa. Xo'sh, Xudoyimga omonat. Xo'sh emsa? Ma'qul. Xo'sh. Assalomu alaykum Ayxacha. Obdan turdimi? Xudoga shukr, yomon emas. Sizlar bu yerda
yalnız o'ltirib qapti-ku. Tayırlar bugün kelimiz dep diken şula qarab oltamaymanmı? Tayırlar qaytib kelmoqchi ekan, yaxshi bo'lib qaptimi? Xeyli yaxshi bo'lib qapti. Ular qaytib keldi-da. Ha. Ay xacha, anglasam, Gulnar Osman izi boshlig'ida pul so'rabdi ekan, shuni yaxshi bo'lib qapti ekanda. Nemi deydigan siz Sulayman? Hey, ular kelgandan keyin kelinlarga o'ptaroq ko'z quloq bo'lib qo'yala. Ma'qul. Mening yangi izida azroq ishim bor. Berib kelay. Balam! Apa! Voy canım balam. Yaxşı olub qaldınmı? Yaxşı olub qaldınmı? Salamat durdunmu, apa? Allah'ım, Bək kögüm kep getdi seni. Canım balam, mən sana qarayanmıdım. Seni bakanmıdım balam. Yaxşı olub qapsan. Könlüm xeyli aram tep qaldı. Apa, Seni yalnız tashlab qo'yib, yaxshi qarayapmidik, apa? Cappa tatıb qanmağan sen balam. Yo'q, apa. Gullar obdan qaridi. O'zing yolg'izlik tatib qolmagan sen, apa. Hamma ishni sana tashlab qo'ydik. Yox balam, undaq demigin. Sen yaxşı olub qalsanlı boldu. Xudoga ming shukri balam. Helim o'shunchalik bo'lib kepsen. Voy, bakensiz ha Gulnar. teshikmi? Ürümçiden kepti dep anlığına xeyli oldu. Bu yerda uçurtup kelishimni o'ylamabdi ekanman. Bo'ladi. Agar shundaqli bo'ladi ekan, bu ishlarning hammasini o'zingiz bir taraf qiling. Buning da Bo'ladi, qarab kent turmayman. boshlig'i. Yana keyin bu ishlar, Qarang ularga. Aras, ben ivetken pul tegdi mi? Topshirib oldim, rahmat sizlarga. Lekin xatni shundaq ta'sirlik yozibgansiz juma. Sizlar bizga ko'p yordam qildilar. Qilgan yaxshiliklarni hargiz unutmaymiz. Bo'ldi. Siz aldıra o'tibsiz. Hozir menga bering. Lekin men sizni bir kun izdayman juma. Xo'shamsa. Tayyor! Tayyor! Qanday qaraqadash? Yaxshi, o'zingchi adash. Yaxshi. Nahiyadan ushaqchak narsalarni og'ash keldi o'tatding. Tizimlab qo'ydingmi? Tizimlab qo'ydim. Mana tizimlik. Mana bu 500 yam pul. 2 kunda bir qatam mol kelsa, qirg'anda suvdan yaxshi o'xshamamdi, ha? Yomon emas. Hey, do'konga aroq sanmagansan? Yo'q adash, endi aroq solmayman. Putimning sababi mo aroqdan bo'ldi. Aroqni yana solamanmi? Ma'qul. Amsi men ketaveray. Bo'ladi adash. Ma'qul. Xo'sh. Hey, Davud! 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 Ne bo'ldi? Sen izlaydigan ish bor. Aşağı turibdi. Hozir chiqma. Ma'qul. Hey Davud, endi bu yerni terimsang bo'ladi. Bu yerni tayirga yana o'tkazib berdigan bo'ldik. Bu qandaq gap? Yerni o'zinglar satgan tursanglar, endi bir muncha ishlab bo'lganni qaytaraman desanlar qandaq degan gap bu? Bu mening ishim emas. Qara,
Bu yuqorining o'rlashtirishi. O'zing bilasan, bu yerga Toyirbek ajr qilgan. Uning ustiga u hozir meyib. Agar tashkil bu ishni uqib qoladigan bo'lsa, bizni chataq qiladi. Shuning uchun bu yerni uni qaytarib berdigan bo'ldik. Sulaymon, sizlar meni qapoq ko'rib o'tamsizlar? Bu izliq hukumatning ishi. Men ijro qilishni bilaman. Sen icra qilishini bilamsan? Yarın o'zing setib, o'zing qaytarib olamsan. Bundaq namarlikni nerede o'rganding? Ayta! Davud, gelimni qo'yib, gelimni sıkma qo'yib. Anangni, gelimni qo'yib deyapti, Davud. Gelimni qo'yib. Qo'yjon. To'xta. Meni urush qilib ketdingmi? Men siz soqchig'i deb Qo'lingda kagini qil, g'alcha. Elim dehqonlarni azboz yaqqanmiding sen? Sen undaq odam tillamajmi? Men seni qo'rqib qolmayman. Eli baka, eli. Sen bir qanchalik nima etding? Bu kentni meni so'rayman deb o'ylab o'tamsan? Hukumatning ko'zi bormi? Amini bir kuni ko'tinga tepik yesa. Xap to'xtatdi u abka. Men sening adabingni qandoq berdi ekanman? Bir ko'rib qo'y. Qo'lingda kagini qil. Tayir! Tayir! Ama ara gitme! Tayir! Toyir, hey Toyir, birisi sizni chaqiryotidi. Toyir? Hey, Ishigini acha. Bana aroq keltiribpa. Aroq bo'lmasa xotiningni olib chiqibpa. Men bu boshqalardek xotiningni o'ynab boqay. Ey! Ishigini ochmamsan. Acha! Tayir, ishigini acha! Ishigini ochdingmi, adash? Sen midin? Ama yoqqanni qo'yat-a. Ötama yakka. Bu yerda nima deding ha? Xotinimni tishlab tortsan-ku. Xotinimni kim o'ynabdi? Ey, taqini. Yoqqini qo'yat, yoqqini qo'yat. Sen bilan hisoblashmay qo'ymayman. Bu hayvon. Ey! Yana bir Sen digina meni hayvonda otamsan. U xotin taloq. Kirib, xotiningni so'rab baqin. Kim bilan o'ynag'ini shu o'zda birdi. Nima dedim? Bas. nima deb jo'ylayapsiz, Samat? Men zada nima ish qilibman? Deb Bara neri. Sen bana aroq setibmiding? Ha, to'xtab. Do'kuningga o't qo'yatmaydigan bo'lsam, u xotin taloq. Toyir, Qanjoq. Sen mening ko'zimni bo'yapsan. Rostini ayta. Sen kimlar bilan buzuqchilik qilding? Aytamsa, aytmamsa. Ayta, hey buzuq. Nima deb yuzimni to'ksan? Rostini ayta. Rostini aytmasang seni o'ldirayman. Qirg'iliqni qilib bo'lib yana nima yig'laysan? Ko'zimni yulduzini eqitib qutulaman deb o'ylayapsan. Uxlab tushing. Sendek buzuqni men mangu kechirmayman. Sen artık yana boshqalar bilanmi munosabat vakil emasmi? O vijdonsiz. Samat menga tuhmat qilyotidi. Men hech qanday buzuqchilik qilmadim. Ishonmasangiz bularning hammasiga Xudo guvoh bo'lsin. Yolg'on, deganlarining hammasi yolg'on. O iflos. Seni ko'rak ko'zim yo'q. Ko'zimni yo'qol. Jinim Toyir, menga o'g'il qilma. Menga ishingiz og'irsin. Men sizdan o'tinib qolay. Men Xudo oldida sizga qasam qilib bersammi beray. Men o'zimga pok. Siz meni yaxshi ko'ratdingiz-ku, Toyir. Tura o'rningdan. Men hamma gapni anladim. Sizning bundaq askiligingizni faqat uqmabdi ekanman. La'nat sizning bu chiroyingizga. Apa, meni tushuntirishimni anglab boqsa bo'lmamdi. Yana nima yili mehrlarni ishiltatyapsiz? Men necha vaqtdan beri Toyirni og'riq deb gap qilmadim. Mana bugun hamma rasvochiliklar oshkor bo'ldi. Qani, deb beqinga. Yezi boshliq Osmon bilan nima munosabatingiz bor? Nimalarni deydi Allah apa? Men To'la tilingizni chaynamay ochiq gapni qiling. mening u odam bilan hech qanday munosabatim yo'q, apa. Davatgan gapini qaramamdigan. Hey,
Örümcide yezi başlığı Osman'a nemiş ki pul evet dep xat yazdınız. 2 gün ilgiri qonaqlıqda Osman bilan nemi dep paranlaşdınız? 3 ay burun Muşqorada nemi dep Osman üçün o'ltirish uyushtirib berdingiz? Canım apa, neredeki gapni qılıvatılar? Nädiki gapni qilyaptilar? 2 kun bo'ldi. Bütün mahalladagi xalqning og'zida Osman bilan Gulnarning munosabati bor deb hamma yerga pur ketdi. Men nomusdan o'lay dedim-ku. Gülnar degan buzuq. Meni yaxshi ko'rib turib, nima uchun menga tuzkorlik qilasan? Mahaldagilarning oldida nima ishqa mening yuzimni to'ksan? Sening narinimi odamdagil olsun. O hayvon. Mening yezi başlığı Osman'a xat yazışım. Yezilik hükümetin qutquzish pulini elish uchundir. Mening uning bilan hech qanday munosabatim yo'q. Yolg'on. Hammasi yolg'on. Meni unda qarlamang. Keyin pushaymon qilib qolasiz. Sizdan o'tinib qolay tayyor. Mahaldagilarning gapini yolg'on deyli. Samatning gapi yolg'onmi? Hey, kent başlığı Sulaymanning gapi yolg'onmi? Ya onun kolu qıpan, közü qarıqmıya? Canım apa, Sulaymanның niyeti intayın yaman. Mening üstümden ilgirimi söz çöçekni şu taqatqa. Hazır Sulayman yana şunda qılıvatıdı. Sizlar manga işininglar canım apa. Ağzını yum, resva qancuk. Sizni endi tushundim. Siz mushundaq askiliklarni qilib yurgashga bizning uyni palakat besibdikan. Men tehi Xudoyim menga shundaq yaxshi kelin berdi deb el mahalning oldida yo'g'on so'zlab yuribdimi? Mana endi-chu, xalqning oldida bu nomusdan qandaqmi beshimni ko'tarib yuraman? Bu resva. Ko'zimda yo'q ol. Qandaq yığılıqlar var. Aldırmay durma. Hey, bir yakka keling. Hey, anladыңlarmı? Günlarningchi yezi başlığı bilan alayda munosabati bor ekan. Rost shundaq munosabati bormi-ki? Voy, rost bo'lmaychi. Bo'lmasa pul beradimi? Gulnar undaq askamaschimi? Xeyli hayalliq cho'kan. Satning holi chiroyliqning dadi degandek tuhmat bo'lib qolmasa yana. Ho't xanim, Gulnar hajab yon esib ketligu. To'la gapni cho'nqinmay, erlarga haziy osla. Bo'lmasa sizning erlardan tatib olmasa yana. Hey, Saniye, bir yakka keling. Paranglashimiz. Aldırab nega mandingiz? Gulnar yo'qab ketibdi-ki, uni izlab mangdim. Voy, hajab ne olmabdimi? Qachon yo'qab ketibdi? Tang saharda uydan chiqib ketibdi-kan. Mushu g'ayvatxo odamlarning og'zini choplavassam deyman. Bir obdan odamga to'kmat chaplab, keyindan shikoyat qilib, ayolni bir muncha jidalga silvatdi. Gulnar nega ketgandi endi? Bichaning bu yurtda urug' tuqqanlari yo'q. Xudoyim yomon ko'zlardan saqlasin. Hey, namozga chidamay bir aya qechib ketdimi ya? Shunda qism qiladi juma u. O'z vaqtida shahar ko'rib qolgan. Oldin qitin tursun bilan chiqishib qolgandi. Endi Osman yezi boshliq bilan chiqishib qolgandikin-a? Hey, og'zinglarga yiqib so'zlanglarjimi? Bizningmi qizlarimiz bor. Tazim bir g'ayvat qo'ygansizlar-ku. Balam, Gulnar rostila qechib ketdimi nima? Bir chiqib ketgan peti tex qaytib kelmadi-ku. Nega yo'qolmamdi? Uningda xotinim yo'q. Atrat rahbarlari bu ishni xabar topdi. Agar u Beshqayga yaylay ketib, bir ish uchrab qolsa, o'zi ega. Undaq dema, u yanilisining xotining. Texi o sening nikohingda tursa, agar rostila qechib ketgan bo'lsa, yuzing teximi to'kiladi balam. Tayir! 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 Nima ish bo'ldi degina? Gulnar! Voy zodi nima ish bo'ldi? Gap qilsang-chi. Gulnar u. Hey, tilingni chaynamay chaqarroq deysang-chi. Gulnar. Qazo qilibdi. Nima? Yorug' dunyodagi azob uqubat. Quruq so'z, quruq tuhmat. Mening yosh jinimni qiynab,
Ahiri hayatımni halak qildi. Men hech kimga o'zimning samimiy qalbimni tushundiramadim. Hech kimni o'zimning pokligiga ishontiramadim. Dunyoda inson uchun buningdan ortiq xo'rliq, dard alam bo'lmadi. Lekin mening hamma ishlarimga Alloh guvoh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا آتنا حسنة وقنا عذاب النار الله تعالى قرآن الكريم حق حرمة بلان الله أكبر Gülnar, beni koyuvetin Gülnar. Beni tutma Gülnar. Gelini koyuvetin. Gülnar. 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 Beni koyuvetin. Gülnar. 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 Bak. Çıka. Yez başlığı, Mavun yez başlığı, nem günah qıptı. Hey, nima gunoh qilibdi? Pora olgan pul va nas keraklari 120 ming yuandan eshib ketibdi. Uning ustiga istila chiriklashgan, huquqini qalaymiqa ishlatgan. Nolik intizom tekshirish komiteti bilan reviziya idorasi hammani aniqlab chiqdi. Ba'zi ahvollarni anglab, biz mo hayron qoldik. Qo'yma obdan ish bo'pti. Unda ahli meni ishga qo'yimnimi yeb ketgan. Ayxon ana, qarasizlar. Sulaymon. Bu nemishdi? Shundaymi? Bana sağlık. Amin. Allahu Ekber. Gülnar, u dünyada olsunmu? Meni kechirishingizne ümit qilaman. Ameliyatda sizning yezi boshliq Osmon bilan hech qanday munosabatingiz yo'q edi. Men yezi boshliq Osmonga yaxshiroq bo'laman debla, yana o'zimning kent boshliqligimni saqlab qolish uchun ustingizdan o'sak so'zlarni taqib, sizga ziyonkashlik qildim. Sizga haqiqatan uvol bo'ldi. Sizning o'limingizga men sababchi. Ben bugün sizden afu so'rag'ili keldim. Eğer siz beni kechirmasangiz, men ömür boyu vicdan azabını tortaman. Meni kechirishingizni umid qilaman. Gulnar, meni kechiring. Nasıl oğlum balam? Hemimizden razı oğlum. Gülnar kızı bizden razı oğlum. Razı oğlum.
tozgan bir çiçek Çudum sokkan vakitsiz Kısmet kılganmış onda Ümitsiz bexitsiz Köpken bu hayatın Külksidin azabı Benim miskin yürüdüm Tapamedi teselli Köpken bu hayatın Külksidin azabı Benim miskin yürüdüm Tapamedi teselli Ders gitti kalbimge Aktı köz içim Üzül geçti reşti Kalbi ketmişim Köpken bu hayatın Külksinin azabı Benim miskin yürüdüm Tapamedi teselli Köpken bu hayatın Külksinin azabı Benim miskin yürüdüm Tapamedi teselli Benim miskin yürüdüm Tapamedi teselli